Assalomu alaykum hurmatli G'oz-Skuter kanali a'zolari. Bir necha kun oldin YouTube kanalimizga bu muravimizni 1 tonnalikni video obzorini qo'ygandik. Mana xudo xolasa yangiligi chiqdi, 5 kilolik ham chiqdi. Ko'pchilik kommentariyada so'ragan ekan 5 kilolik ham bormi, poli kabina variantlari deyishganiga. Mana olib kelib qo'ydik, do'konga sotuvga xudo xolasa bemalol kelib do'konda ko'rib, minib xarid qilishlar mumkin. Vodiy ichi dastavkalarimiz bepul. Vodiydan boshqa viloyatlarga kelishgan holda dastavkalar bilan qilib beramiz. Xo'p, muravimizga keladigan bo'lsak, muravimizda akkumulyatorlari 58 amperli akkumulyatorlar naqd 6 ta, motor miyalari 1,5 mingtalik. Yonlarida tiyagalari bor. Ko'rishingiz mumkin. Xo'p, rul qismiga keladigan bo'lsak, avarinniy knopkalar, поворотный knopkalar, signal, дальний ближний faralar, jidkisli tormoz sistema ko'rishingiz mumkin. Tablolar elektronniy, bluetooth'lari tabloning o'zida joylashgan. Telefon uchun maxsus tutqich, faralar uchun knopkalar hamda birinchi, ikkinchi, uchinchi skor knopkalari, elektronniy dvorniy motorchiga, bakov oynalari 1 tonnalikda qanaqa bo'lsa, 5 kiloligimiz ham xuddi shunaqa. Oldin mordasi, ikkitadan faralar, balonlari 4,5 ga 12. Va yana bir qiziq tarafi, bu 5 kiloligimizda ham 5 ta boltli. Bortlari mustahkam, yaxshisidan. Yana bir buni qulay tarafi orqada. Sidena orqasi mana shunday sidena bo'ladi, ko'rishingiz mumkin. Bemalol o'tirib 2 kishi, 3 kishi bemalol harakatlanadi. Old sidenada 2 kishi qiynalmasdan harakatlansa, orqa sidenaga ham yana 2 kishini bemalol o'tirg'izish mumkin va kerak payt ishlatmagan paytlarda mana shunday joyiga solib qo'yishlar mumkin. Tomlari mustahkam, 1 tonnalik qanaqa sifatda chiqqan bo'lsa, bu modelimiz ham xuddi shuna sifatda chiqqan. Hop, bortini ko'tarib ko'rsatamiz. 2 ta silindr qo'yilgan, 4 ta profil tashlangan. Ramalari qarang, resorlarda prujunalari bor. 4 ta amortizator qo'yilgan. Asosiy amortizatorlar zadniy most ushagani bo'lsa, yuk uchun maxsus prujunali amortizatorlar. Motor miyalari 1,5 mingtalik aytib o'tdik. Akkumulyatorlarning ham yillari yangi. Yaxshi firmaniki. Xo'p, muravimizning komplektida ko'rsatib o'tamiz. Zaryadniki, poliga hamda mana bunday nasoslari bor. Va yana bir ajoyib nimasi, nomer toqaman degan klientlarimizga mana bunday birka raqamlari ham bor, ko'rishingiz mumkin. O'zining sertifikat qog'ozdagi birka nomerdagi raqamlari bir xil. 1023 mana oxirini ko'rishingiz mumkin. Bunda ham 1023. Shtrix kodini ursalaring, zavod haqida ma'lumot kelib chiqadi. Bu oddiy qog'oz bas, dokumentda. Bemalol kimga shu turdagi muraviylar kerak bo'lsa, pastga nomerlar qoldiramiz. Telefon qilib batafsil ma'lumot olib xarid qilishingiz mumkin. Asosiy qismi muravimiz narxiga to'xtaladigan bo'lsa, muravimiz narxini $1220 qilib belgiladik. Vodiy ichi dastavkamiz shu aytilgan narxda. 5 yilning tagigacha yetkazib orttirib beramiz. Vodiydan boshqa viloyatlarga kelishgan holda dastavkalar bilan qilib beramiz, hurmatli mijozlar. Variant, kredit, nasiya savdo bizda yo'q, hurmatli mijozlar. Shuni ham inobatga olib qo'yinglar. Faqat naqdga savdo qilamiz.